Sovist S06 yangi modelining birinchi prezentatsiyasi qanaqa bo'lib o'tganini hozir sizlarga aytib o'tmoqchiman. Humo Arenaga tashrif buyurdik. Ichkariga kirganimizdan so'ng bizni boshqacha atmosfera kutib oldi. Ko'rib turganingiz S06 gibrid varianti. Bu 3 xil variantda chiqadi, ya'ni MPI, GDI va gibrid variantlari mavjud. 110 km tokda va 1100 km общий zapas xod. Optikasiga esa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Salon qismi esa juda ham men e'tiborimni tortdi. Ruli va tablosi boshqacha sport dizaynida. Monitorida esa 540 graduslik kamerasi bilan jihozlangan. Tepadan, ikki yondan va old orqasidan ko'rib turishingiz mumkin. Va eng prostoy birinchi pozitsiyasida ham albatta panorama tomi bor ekan. Panoramasi juda ham menga yoqdi. Orqa qismlari ham o'tirishga juda ham qulay. 5 kishi bemalol oilaviy uzoq sayohatlarga chiqishga zo'r ekan. Comfort, luxury va premium. 3 ta pozitsiyadagi ushbu avtomobilimizni Samarqanddagi Sovist Samarqand avtosalonidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring.